Bugun men sizlarga Rossiyada ishlab chiqarilgan va qishloq xo'jaligida juda keng tarqalgan Yenisey rusumli don yig'uvchi kombaynlari haqida batafsil ma'lumot beraman. Bu kombaynlar nafaqat o'z davrining eng ishonchli texnikalaridan biri bo'lgan, balki hozirgi kungacha ko'plab xo'jaliklarda muvaffaqiyatli ishlatib kelinmoqda. Video boshlashdan oldin kanalimga a'zo bo'lishingizni so'rab qolgan bo'lardim va like bosishni unutmang. Yenisey kombaynlarining tarixi 1944-yildan boshlanadi. Aynan shu yili Ikkinchi jahon urushi davom etayotgan bir paytda Krasnoyarskiy shahrida birinchi don yig'uvchi kombayn ishlab chiqarilgan. Zavod urushdan keyingi yillarda tez rivojlandi va 1960-yillardan boshlab kombayn konstruksiyasini takomillashtirish bo'yicha katta ilmiy ishlar olib borildi. Natijada Sibiryak nomli kombaynlar yaratildi va aynan shu texnikalar keyinchalik Yenisey oilasining paydo bo'lishiga asos bo'ldi. Yenisey kombaynlarining asosiy vazifasi donli ekinlarni bir vaqtni o'zida o'rish, yanchish, tozalash va donni bunkerga yig'ishdir. Kombaynning ishlash jarayoni juda aniq ketma-ketlikda amalga oshadi. Avvalo jatka yordamida ekin kesiladi. Jatkadagi matoviy poyalarni yiqilib ketmasdan to'g'ri kesilishiga yordam beradi. Kesilgan massa shinak orqali markazga yig'iladi va qiya transportyor orqali molotilkaga uzatiladi. Molotilka kombaynning yuragi hisoblanadi. Yenisey kombaynlarida 1 barabarli va 2 barabarli molotilka turlari mavjud. 2 barabarli tizim ayniqsa nam, yotib qolgan va yuqori hosilli ekinlarni yig'ishda juda samarali. Birinchi baraban donni yumshoq rejimda o'rab, asosiy qismni ajratadi. Ikkinchi baraban esa qolgan donlarni to'liq ajratib olishni ta'minlaydi. Molotilkadan chiqqan don va somon aralashmasi somon silkichga tushadi. Bu yerda somon ichida qolgan donlar ajratib olinadi. Keyingi bosqichda esa tozalash tizimi ishga tushadi. Ventilyator hosil qilgan havo oqimi va elaklar yordamida don yengil chiqindilardan tozalanadi. Tozalangan don elevator orqali bunkerga yig'iladi. Yenisey kombaynlarining muhim afzalliklaridan biri katta sig'imli bunker. Masalan, Yenisey 1200 modellari odatda 4,5 kub metr, Yenisey 950-954 modellari esa 5 kub metrgacha don sig'dira oladi. Bu esa kombaynning kamroq to'xtab, ko'proq ishlashiga imkon beradi. Dvigatel qismiga to'xtalsak, Yenisey kombaynlari asosan dizel dvigatellar bilan jihozlangan. D442, YAMZ 236 kabi dvigatellar. Bu dvigatellar 145 ot kuchidan 185 ot kuchigacha quvvat beradi. Dizel dvigatelning tanlashidan sabab uning yoqilg'i tejamkorligi va og'ir sharoitda barqaror ishlashidir. Kombaynning transmissiyasi mexanik yoki gidrostatik bo'lishi mumkin. Gidrostatik uzatma esa tezlikni silliq o'zgartirish imkonini beradi. Yenisey kombaynlarining modellari juda ko'p. Masalan, Yenisey 1201M quruq va o'rtacha hosilli dalalar uchun mo'ljallangan 1 barabarli model. Yenisey 1200NM, 1200RM esa nam va botqoqlashgan yerlarda ishlash uchun kuchaytirilgan yurish qismiga ega. Hatto g'ildirak o'rniga g'ildirakli gusenitsiyali variantlar ham mavjud. Yangi avlod Yenisey kombaynlariga Yenisey 950, 954, 960 va 970 modellarini kiritish mumkin. Masalan, Yenisey 960 3 barabarli molotilka tizimiga ega bo'lib, Rossiyada yagona shunday kombayn hisoblanadi. Yenisey 970 esa soatiga 18 tonnagacha don yig'ish quvvatiga ega bo'lib, juda yuqori hosilli maydonlar uchun mo'ljallangan. Kombayn kabinasiga ham katta e'tibor qaratilgan. Yangi modellar qulay o'rindiq, yaxshi ko'rinish, shovqin va vibratsiya kamaytiruvchi izolyatsiya, shuningdek nazorat o'lchov asboblari bilan jihozlangan. Bu esa mexanizatorning charchamasdan uzoq vaqt ishlashiga yordam beradi. Endi Yenisey kombaynning eng muhim jihatlaridan biri bo'lgan ish unumdorligi, yoqilg'i sarfi, dvigatel quvvati va texnik xizmat ko'rsatish tartibi haqida to'xtalib o'taman. Yenisey kombaynlarining ish unumdorligi dala sharoitida hosildorlikka va ishlash tezligiga bog'liq. Texnik qo'llanmaga ko'ra, kombayn 7,5 km/soat tezlikda harakatlanganda 1 soat ichida o'rtacha 4,8
5 gektar maydonni o'rib yig'ib bera oladi. Ishchi tezlik maksimal 8 km/soatgacha yetadi, lekin optimal rejim 6-7,5 km/soat hisoblanadi. Kesish balandligi 50 mm dan 500 mm gacha sozlanadi. Bu esa turli ekin turlariga moslash imkonini beradi. Don yig'ish samaradorligi jihatdan Yenisey kombaynlari o'rtacha hosildorlikdagi, ya'ni 20-30 sentner gektar maydonlar uchun iqtisodiy jihatdan foydali hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aynan shu sharoitda Yenisey 1200 va Yenisey 950 modellaridan foydalanish eng yaxshi natija bergan. Endi dvigatel quvvatiga to'xtalsak, Yenisey kombaynlarida asosan D442, YAMZ236 rusumli dizel dvigatellari o'rnatiladi. Bu dvigatellar 150 dan 185 ot kuchigacha quvvat ishlab chiqaradi. Yoqilg'i baki sig'imi 300 litr. Bu esa kombaynning bir smenada yonilg'i quymasdan uzoq vaqt ishlashga imkon beradi. Yoqilg'i sarfi o'rtacha ish rejimida soatiga 18-22 litr dizel atrofida bo'ladi. Agar dala og'ir, hosil zich yoki nam bo'lsa, sarf 25 litrgacha yetishi mumkin. Shu bilan birgalikda gidrostatik uzatma va past bosimli shinalar yoqilg'i sarfini kamaytirishga va tuproqni kam bosishga yordam beradi. Kombaynning tezlik ko'rsatkichlariga keladigan bo'lsak, ishchi tezligi 8 km/soatgacha, transport holatidagi maksimal tezligi esa 18-20 km/soatni tashkil qiladi. Tezlikni boshqarish mexanik yoki gidrostatik transmissiya orqali amalga oshiriladi. Bu esa dala sharoitida mos ravishda silliq harakatlanishni ta'minlaydi. Texnik xizmat ko'rsatish masalasi Yenisey kombaynlarida juda aniq belgilangan. Kundalik xizmatda dvigatel moyi, sovutish suvi, havo filtri, kamarlar va zanjirlar holati tekshiriladi. Har 60-100 soat ishlagandan keyin moylash nuqtalari to'liq moylanadi. 240-250 soatda dvigatel moyi almashtiriladi. 5 soatda esa yanada chuqur texnik ko'rik amalga oshiriladi. Mavsum oxirida esa to'liq profilaktik xizmat o'tkazish tavsiya etiladi. Xulosa qilib aytganda, Yenisey kombaynlari soddaligi, mustahkamligi va yuqori unumdorligi bilan ajralib turadigan texnika hisoblanadi. Ular o'z vaqtida millionlab tonna don yig'ib, qishloq xo'jaligi rivojiga katta hissa qo'shgan. Hozir kunda esa Yenisey kombaynlari ko'plab fermer va xo'jaliklar uchun ishonchli yordamchi bo'lib xizmat qilmoqda. Yenisey kombayni ish unumdorligi yuqori, yoqilg'i sarfi nisbatan tejamkor, texnik xizmat ko'rsatishi esa oddiy va aniq reglament asosida amalga oshiriladigan ishonchli qishloq xo'jaligi texnikasi hisoblanadi. Shuning bilan men sizga Yenisey kombayni haqida bermoqchi bo'lgan ma'lumotlar o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalga a'zo bo'lishni va like bosishni unutmang.